Sure Doha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Çaşka vakti bilen qasamki, qarang'uliqi atrofni qoplagan chog'dagi kechi bilan qasamki, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Rabbing seni tashlab yok, yaman ko'rib qolganimi yok. Sana ahiret elbette dunyodan yaxshidir. Rabbing sana savab, hurmat ve shafaat qatorliqlarni ato qiladi. Sen memnun bo'lsan. U seni yetim bilib panoh bermadimi? Qaymuqqan bilib hidoyat qilmadimi? Seni yo'qsiz bilib kishilardan behojat qilmadimi? Yetimni xorlama. Sailga qo'pollik qilma. Rabbingning sana bergan ne'matini kishilarga so'zlab bergin. Chunki ne'matni so'zlab berganlik ne'matga shukr qilganlik bo'ladi.